Assalomu alaykum aziz ingliz tili o'quvchilari. Mana bugun takrorlash yuzasidan mashqlarni bajarishga harakat qilib ko'ramiz. Demakki, bu mavzularimiz 7, 8, 9, 10-darslarni o'z ichiga olar ekan. Mana birinchi mashqda demakki, bo'sh qoldirilgan joyga have, has, is, are va can fe'llarini qo'yib chiqishga harakat qilib ko'ramiz. Demakki, qo'yib chiqayotganda videoni to'xtatib qo'yinglar-da, keyin qo'yib chiqinglar. Qani 1, 2, 3 vaqtimiz ketdi. Qani endi tekshirib ko'ramiz. Jim has got black hair and brown eyes. Demakki, qora sochlari, jigarrang ko'zlari bor ekan. He is 22 yoshda ekan. He is a student, talaba ekan. He can swim and play tennis. U suza oladi va tennis o'ynay oladi. Jane and Rosa have got brown hair and blue eyes. Demakki, jigarrang sochlari va ko'k ko'zlari bor ekan. They are 12, ular 12 yoshda ekan. They are pupils, maktab o'quvchilari ekan. They can sing and dance, ular qo'shiq ayta oladi va raqsga tusha olar ekan. Mana bu mashqda demakki biz olmoshlarni tanlab olishimiz kerak ekan. Demakki John he bo'lsa, table nima bo'lar ekan? It bo'lar ekan. Boys ko'plikda bo'lgani uchun they, horses ko'plikda bo'lgani uchun they, Sam bilan Pam ko'plikda they, Anna she bo'lar ekan. Keyingi mashqda esa ko'plikka o'tkazib yozar ekanmiz. Ko'plikka o'tkazib yozayotganda demakki videoni to'xtatib qo'yamizda va ma'lum bir vaqtdan keyin yana tekshirib olar ekanmiz. Demakki yozishga vaqtimiz ketdi. 1, 2, 3. Keyinlar endi birgalikda tekshirib olaylik. Lady ko'plikka o'tsa ladies, witch, witches, fox, foxes, goose, geese, boy, boys, glass, glasses, child, children, hat, hats, foot, feet, sheep, sheepligicha qolaverar ekan. Xo'sh, keyingi mashqimizda esa demakki rasmdagi harakatga qarab turib can qila olsa, qila olmasa can't qo'yar ekanmiz. Mana birinchi misolga e'tibor bering. Julie can swim suza olar ekan, but she can't dive ekan. Qolgan mashqlarni bajarishga videoni to'xtatib qo'yib 1, 2, 3 vaqtimiz ketdi. Demakki bajarib bo'lgan bo'lsa, kelinglar birgalikda tekshirib olamiz. 3 va 4 misollarga e'tibor bering. She can jump, but she can't climb. 5-si she can cook, but she can't dance. 7-chi, 8-si she can ride, but she can't drive bo'lar ekan. Demakki mana bu rasmda biz oshxonani ko'rib turibmiz. Oshxonada nima borligini ko'rsangiz shuni aytar ekansiz. Demakki videoni to'xtatib qo'yib mashqni bajarishga vaqtimiz ketdi. 1, 2, 3. Kelinglar birgalikda tekshirib ko'ramiz. Demakki oshxonada nima bor ekan? There is a box, quti bor ekan. There are glasses, stakanlar bor ekan. There are plates, tarelkalar bor ekan. There is a table, stol bor ekan va there is a chair, stul bor ekan. Mana bu mashqda esa bo'sh qoldirilgan joyga this, that yoki these, those ni qo'yib chiqar ekanmiz. Mana namunaga e'tibor bering. This yaqin bo'lganligi uchun is an apple, uzoq bo'lganligi uchun that is an orange. Apple bilan orange birlikda ekan. Mana bu ikkinchi misolga e'tibor beradigan bo'lsak, limonlar uzoqda ko'plikda, shuning uchun those der ekanmiz. Uzumlar ko'plikda, yaqinda bo'lgani uchun these der ekanmiz. Demakki those are lemons, ana ular limonlar, these are grapes, bular esa uzumlar ekan. Mana bu misolga e'tibor bering. Demakki birlikda qovun uzoqda turibdi, shuning uchun that is a melon and yaqin bo'lgani uchun this is a watermelon. Bu qovun va tarvuz ekan. Demakki 4-chisiga e'tibor beradigan bo'lsak, ko'plikda uzoqda those are cherries, yaqinda bo'lgani uchun these are strawberries. Ko'plikda yaqin these are pineapples and those are pears. Uzoqda ko'plikda bo'lganligi uchun. Uzoqda ko'plikda those are tomatoes, yaqinda ko'plikda these are carrots. Mana e'tibor bersak, George'da bor ekan. Short black hair, big brown eyes, small ears, big nose va small mouth. Demakki George'da nima borligini aytib chiqishimiz kerak ekan. Mana namunaga e'tibor bering. George has got short black hair. Endi ikkinchisiga o'tamiz. He has got big brown eyes. Ikkinchisiga o'tamiz. He has got small ears. Ikkinchisiga o'tamiz. He has got a big nose.
he has got a small mouth. Xuddi shu misollarda endi biz kelinglar Jennyga tuzib ko'ramiz. Jennyda e'tibor bering, long brown hair, big blue eyes va hokazolar bor ekan. Demakki birinchi misolga e'tibor bering, Jennyda bor ekan has got long brown hair. Ikkinchisiga o'tamiz. She has got big blue eyes. Ikkinchisiga o'tamiz. She has got small ears. She has got a small nose va she has got a big mouth. Demakki mana bu mashqda esa biz xatolarni topib to'g'rilar ekanmiz. Xatolarni topib to'g'rilashga videoni to'xtatib qo'yib vaqtimiz ketdi. 1 2 3. Kelinglar birgalikda endi sinab ko'ramiz. Mana ikkinchi misolga e'tibor bering. There are two mouse. Mouse birlikda. Demakki biz buni to'g'rilab qo'yib nima der ekanmiz? There are two mice. Uchinchisiga e'tibor bering. These are snakes. These birlikda xato. Demak biz buni ko'plikka o'tkazamiz. These are snakes. To'rtinchisiga e'tibor bering. Has she got a cat? No, she isn't. Isn't xato ketdi. Shuning uchun biz nima der ekanmiz? No, she hasn't. I have got two glass. Two ko'plikda, glass birlikda, glassni o'chiramizda buni ko'plikka o'tkazib yuboramiz. I have got two glasses. Are there a sofa? Sofa birlikda biz bunga are emas, is qo'yar ekanmiz. Is there a sofa? Yettinchisiga e'tibor bering. It have debdi. Itga have qo'yilmaydi. Nima qo'yilar ekan? Has qo'yilar ekan. It has got two hands. 8-siga those is birlikda, those ni o'chirib tashlaymizda birlikka qo'yar ekanmiz. That is a monkey. Kate have. Kate'ga nisbatan have qo'yar emas ekanmiz. Kate'ga nisbatan has got small ears va so'nggisi this is a o'chirib tashlaymiz an umbrella qilar ekanmiz. Demakki true false xato bo'lsa can't qilar ekanmiz, to'g'ri bo'lsa o'zini aytar ekanmiz. Misol uchun birinchisiga e'tibor bering. Dolphins can dance. Delfinlar raqsga tusha oladi. False, noto'g'ri. Dolphins can't dance. Ikkinchi misolga e'tibor bering. Tigers can fly. Yo'lbarslar ucha oladi. Bu gap noto'g'ri. Shuning uchun false. Tigers can't fly. Qolgan mashqlarni bajarishga 1 2 3 vaqtimiz ketdi. Kelinglar endi birgalikda tekshirib olaylikchi. Sharks can swim. True, sharks can swim. Birds can drive. Qushlar mashina hayda oladi. Noto'g'ri bu. Shuning uchun false. Birds can't drive. 5-inchisi. True, monkeys can jump. Goats can sing debdi 6-chi misolda. Echkilar qo'shiq aytadi. Bu noto'g'ri. Shuning uchun false. Goats can't sing. 7-inchida fish can walk. Baliq yura oladi. Noto'g'ri. False. Fish can't walk. 8-inchisi cats can climb. Bu to'g'ri. Cats can climb. Demakki shu bilan hurmatli aziz o'quvchilar, darsimiz nihoyasiga yetdi. Mashg'ulotimiz tugadi. Yangi darsda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.